Hujurluq uxlash kiyimlari desa, mashqdan boshqasi yodinglarga kelmamdiki deb o'ylayman. Mana ko'rganinglardek bu qitimliq yangilik, yangi fasondagi mashq oilachi hujurluq kiyimlari bir-biridan go'zal, nafis layinlabdi. Shuncha huzurlandim, shunchalik yaxshi ko'rdim. Har yoshlik xonim-qizlarga mos kelaverdi qizlar. O'zgacha xos loyiha bilan ishlangan mashq oila hujurluq uxlash kiyimlari har qaysi xonim-qizlarga suyish va suyulishning qudratini haqiqiy his qildira oladi deb o'ylayman. Qani sizlarmi sinab ko'rib beqinglar. Menga o'xshash tuyg'uda bo'lamsizlar, bo'lmamsizlar. Uningdan keyin mushundaq yangi fasondagi hujurluq kiyimlarni sizlarga ham baharlash qilsam, vakolatchilikni shunday surishtirdinglar. Qanday qilamiz, kim bilan aloqa qilishimiz degandek sizlarga birdan javob qaytarib yo'llanmay qoldim. Mushu tövandagi mushu nomerni aytib qo'yman. Shu nomer bilan aloqa qilsanglar bo'ldi do'stlar. Har qaysi rayonlardan do'kondor, vakolatchi davomli turda ilinib yetibdi. Fursatni ching tutsanglar bo'ldi amsa. Qaldi qismiga muzik ichida huzurlangaysizlar. Qaysi bosonki kiyim menga bekaraq tushibdi ham siz o'zingiz qaysi bosonki kiyimlarni bekaraq yaxshi ko'rdingiz? Penmanchi rayonda rasm holda qoldirishingizni umid qilaman. Erga har sinoqlarda